Kanalimda videodan ko'rsangiz aniqlaverasiz. Hech kimga uni selkasini bermayman, otini aytmayman. YouTube'ga kirsalaring ko'raverasizlar. Ha, o'shanday ne like bosasizlar. Haqiqatan bu qandash urug'im yo'q uning ichida, tanish bilishim yo'q. Hammasi ishqibozlar. Obunachilar, nechta bo'lsa ham. Mana do'stlar, yetib keldim-u. Hali hech kim og'a yo'q ekan. Hozir kech bo'lishga qaramay harakatni boshladik. Xudo xolasa natija qilamiz. Xudo xolasa natija chiqsa video chiqadi, natija bo'lmasa bu videoni chiqarmaymiz. Mana do'stlar, Namangan vaqti bilan soat 18:40. Havo bulutli, 34 gradus issiq ekan. Oldi boshladi, havo bulutli. Quyosh ko'rinmayapti. Bugun natija qilsak, bu video chiqadi. Natija qilmasak, telefonda o'zida qolib ketaveradi. Natija bormi qaraka? Ha, yaxshi. Omad ishlaringizga. Sheriklardan so'rab qo'yaylik, ha, ular qop suvga tushibdi. Qara, uni qop suvda. Bormi do'stlar? Nima bo'lyapti? Qurib turibdi-yu. Assalomu alaykum. Yirigi ham bormi? Qolar endi yaxshi niyat bilan o'tiribmiz-ku. Hashim buva sizda-chi, Hashim buva? Hashim buva meni pastayanni sherigim. Bu yosh bola emas, 75 ga kirgan sherigim. Mendan 15 yosh katta. Billa o'qilamiz. Umri uzoq bo'lsa, sizlar ham duo qilib qo'yinglar. Qo'lni ko'tarib qo'ying, Hashim buva. Ana, ko'rdingizmi? Hazilkash odamda. Nechta bo'ldi? Nechta bo'ldi? Katta 200 gram ha? Katta 200 gram bo'ldi. Yo. Qop to'ldirib turibdi ekan. Ha, mayli biz ham boshlaymiz, kutinglar. Обязательно bugun natija qilishga. Qalmag'imda liskasi uzunligidan, qalinligidan mana qaldag'ach kelib o'tirganini qara. Qaldag'achni yangi bolasi ekan. Liskamiz 8 lik liska. Katta baliqqa moslashgan. Qaldag'ach bemalol o'tiribdi. Trostga keladi. Qoch endi ket. Qoch bola. Baliq tortib qolsa edi, yurkib qochardi. Juda jingirayam, jingillab ketardi. Jingir deganda uchib ketardi. Ana endi ketdi. Ana ketdi. Mayda bittasi turibdi. Kutib turaylikchi. Ov kutgandiki degan, ov kutgandiki. Ana negativ yozadi qollar, negativ yozmay qo'yaveringlar, g'alati ekan. Negativ gaplar. Yaxshi gaplar bo'lmasa, yaxshisi indamay qo'ygan ma'qulroqmi. Bu kanal esdalik qoldirish uchun qilinayotgan ish xolos. O'zimdan bir yaxshiroq bir esdalik qoldirsam 10 yil, 15 yildan keyin balki o'zim ham ko'raverarman, balki boshqalar ko'rar. Shuning uchun yaratilgan bo'lgan kanal. Qiziq narsalar bo'lsa, billa ulashamiz. Har kuni video qilib qo'yaraman. Yaxshi yeri kelib qolsa chiqaraman, yo'qmasam o'chirib tashlayman. Ko'p kanallar, men endi bir o'zim rejissor bo'lmasam, bir oddiy
Ovchi odamman xolos. Kino sahasini bilmaymiz, tushunmaymiz. Ssenariysini tushunmaymiz. Qanday to'g'ri kelsa, ana shunday qilib yaratiladi. Maqsad shu zohirlar YouTube'da esdalik bo'lib qolib ketsa bo'ldi. Shuning uchun sizlardan iltimos, negativ yozmanglar. O negativlarni 20 yildan keyin ham turavermasin. İmkon darajasida udal qilib tashlayman, no. Shu yerdan qirqib bo'lsa ham, lekin avvalroq o'zlaringdan diqqat qilmanglar, meni ham diqqat qilmanglar. Yaxshi gaplaring bo'lsa, gapni yozinglar, bir-birlaringizga. Yaxshi gaplaring bo'lsa, yozinglar. Yo'qsa, indamay qo'ygan ham ma'qul. To'g'ri, men o'zim ham 10 yilchadan beri pashna qilib hammani desa kommentariy qo'yardim. Like bosardim videolariga, shortlariga. Lekin unaqa birodi kuniga tiyadigan gap yozmaganmiz. Shuning uchun iltimos sizlardan negativ yozmanglar. Lekin kommentariy yozinglar mayli. Yaxshi gaplar bo'lsin, yaxshi javoblar bo'lsin. Rasalik bo'lsa, gapda olmay qolsam duolar qo'yarik. Lekin so'kinib qarg'anishimiz nima kerak bu? Nima bilaman. Menimcha hamma shunga qo'shilsa kerak. Ha, o'rtoqlar, bugun qayiq tushira olmayman. Qayiq tushiray desam, yomg'ir yog'adi mana. Analarni qorayib kelyapti. Hozir soat 8 ga yomg'ir va'da qilishgan. Agar yomg'ir o'tib ketsa, keyin qo'yib tushirishim mumkin. Bo'lmasa mana shu qirg'oqdan cho'pqa qilamiz bugun. Hech bo'lmasa soat kechqurun 12 ga ov qilamiz. Natijalar bo'lsa gaplashamiz, ko'rsatamiz. Yo'qmasam bu film mana shu gapirgan gaplari, mana shu hammasi udalet bo'lib o'chib ketadi. Natija bo'lsa, o'sha natijasi bilan chiqaramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hozircha hech qanday natija yo'q. O'tiribmiz mana. Daryoni mo'ynida ikkita qalmoq. Qalmoqlarimiz holati yaxshi turishi, suv ham zo'r, baliq havosi bo'lyapti. Faqat yomg'ir yog'adi degan gap, biz yomg'irga qilmadim, qayiq tushirmadim. Qayiqda ham zo'rlab moslab kelganman. Ko'rsataman sizlarga dedim, yomg'ir yog'ar ekan. Birinchi ishimda yo'q, darrov yomg'irga bo'lamaylik. Kuzating. Xudo xolisa natija bo'ladi. Ketgan megabitlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Nimagadir sheyga kelsak, shamol bo'lib ketaveradi-ya. Hamma o'tirishibdi. Yomg'ir yog'armish, shamol bo'larmish. Kutaraylikchi. Kichik bo'lsa ham bo'ldi. Sho'xlik qilish yo'q. Mana. Yarim kiloda baliq tushdi. Mayli. Bugungi yarim kilo ham bo'laveradi. Hali keyin yana olishi mumkin.